Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Shumbala yanida bo'ladi. Bu yanimiz Olimpiya stadioni, bu yanimiz Karat kafe park tarafdan gelamiz hurmatli yurtdoshlar. Yine yurt turalarimizning 4 etajli domimizning birinchi etajında 2 xonalı kvartiramiz sotuvga chiqdi. Esa kvartiramizni ichki qismi bilan tanishib chiqamiz, ketdik. Hurmatli yurtdoshlar, birinchi qavatimizga yetib keldik. 4 etajli domimizning birinchi etajında yine shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklarimiz yaxshi eshiklardan qo'yilgan, yurt turalarimizning Bismillahirrahmanirrahim deb giradigan bo'lsak, turgan yerimiz shunday chiroyli o'zgacha aboylardan qo'yilgan chiroyli yurt turalarimizning o'ng tarafimizdan boshlaydigan bo'lsak, sanuzilimiz ham akfa eshiklardan qo'yilgan. Yine sanuzilimiz ham shunday deb chiroylatib zatilgan yurt turalarimizning. Bu yanımıza keladigan bo'lsa, kuxnimiz ham aboydan chiqqan. Yuqorilarimiz natojnoy patolog. Yine kafellar urilib chiroyli bo'lib turibdi. Xonalarimiz bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, o'ng tarafimizda zalimiz bo'ladi. Yani mehmonxona zalimiz ham yine yurt turalarimizning chiroyli lustra, natojnoy patolog. Aboylarimiz yaxshi aboylardan qurilgan. Yanımızda yine akfa aynalarımız. Birinchi etajda bu joyimiz. Bu joyimiz remontdan chiqib tayyor bo'lib turibdi hurmatli yurtdoshlar. Hali remont etgandan keyin hech kim yashamadi. Gilamlarimiz ham yangisidan olib tashab qo'yibdilar. Uyimiz zo'r, yaxshi. O'zim yashayman deb remont etgan ekanlar. Keyin pul zarur bo'lganligi sababli sotyapti ekanlar hozir. Egasini aytishi bo'yicha yine yurt turalarimizning chiroyli lustralar, oyoqimizda laminat pol. Bu joyimizning bahosini keladigan bo'lsak, hurmatli yurtdoshlar, bu joyimizning bahosi 350 milyon so'm. Üstünde ozgina kelishib beriladi. Kreditdan chiqadi joyimiz. Esa hurmatli yurtdoshlar, ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, baxtli bo'linglar.